Nafas olish qiyinroqmi? Ha, reja emas. Tepamda teshiklik bor tepada. Kerenchasida teshiklik bor. Bemorning 91-yilgida shikoyati burundan nafas olish qiyinligi va hushtakismon nafas olish yo'nalishida teshik, burun to'sig'ida teshik paydo bo'lgan. Inshaalloh biz ham maslahat beramiz. Burun to'sig'ini to'g'irlash va burun to'sig'idagi perforatsiya yamash operatsiyasini amaliyotga bajaramiz inshaalloh. Aziz do'stlar, operatsiyani yakunladik. Alhamdulillah. Burun to'sig'ini to'g'irladik va chiqanoqqa kichraytirdik va burun to'sig'idagi perforatsiyani yamadik. Mana o'sha burun to'sig'idagi perforatsiyani yamagan holatimiz. Mana burun to'sig'ini to'g'irlab, chiqanoqqa kichraytirdik. Demak, bu o'ng tarafi, mana chap tarafi, mana tikkan chop qo'yganimiz. Mana burun to'sig'i. Ideal holatda turibdi. Xudo xolasa bemorimiz burundan erkin nafas oladi va hushtaksimon nafasdan xalos bo'ladi. Menga xayr olsun, salomat bo'ling. Kecha qiynalmadingizmi? Yo'q. Operatsiyadan keyin og'riq bo'lmadimi? Yo'q, og'riq bo'ladi. Buni hozir burundan tozalab berdik. Burunga splint qo'yilgan. Splint 2 hafta turadi. 2 haftadan keyin olib tashlaymiz va o'sha olingandan keyingi holatni o'sha paytda baholaymiz bitta. Uni ham bitta video qilib solishtiramiz.